Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qarshılaymiz. Men Abdullah Yalqun. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibidagi eng muhim xabarlarni huzuringizga sunamiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Aqchi nahiyasida 6 bal yer davridi. Sharq Turkistonning Qizilsuv oblastiga joylashgan Aqchi nahiyasida bugun intayin kuchli yer davrigan bo'lib, tavrash darajasining 6 balga yetganligi bildirildi. Xitoy yer davrash stansiyasining rasmiy xabar qilishicha 4 dekabr Urumchi vaqti soat 13:44 da Aqchi nahiyasida 6 bal yer davrigan. Tavrash markazi cho'nqurligining 10 kilometr ekanligi uqtirilgan. Xitoy tashviqot vositalarining xabarlariga asoslanganda yer davrigan joy Aqchi nahiyasi markaziga 21 kilometr, Uchturpan nahiyasiga 70 kilometr, Kalpin nahiyasiga 89 kilometr keladi ekan. Xabarlarda hozirga qadar o'lish, yorilnish, uy imoratlar o'rilish, buzilish ahvoli ko'rilmaganligi uqtirilgan. Aqchi nahiyasi Sharq Turkistondagi ko'p yer davraydigan rayonlardan biri hisoblandi. Bultur 2 oydami Aqchi nahiyasida 5,3 bal yer davrigan edi. Garchi bugungi kuchli yer davrash aholilardan yiroq rayonda yuz bergan bo'lsa-mu, Xitoy tashviqot vositalarining haqiqiy ahvolni yoshirish odati sababli yanada andisha qo'zg'almoqda. Fransiya prezidenti Xitoyga ziyoratga bordi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron bugun Beijingga berib Xi Jinping bilan ko'rishgan bo'lib, Fransiya bilan Xitoyning farqlaridan xalqib o'tishi kerakligini aytgan. Aloqador xabarlarda qayd qilinishicha, Xi Jinping Xitoyning Fransiya bilan har xil aralashib olishlarni chetga qiqish va Xitoy bilan Fransiya o'rtasidagi keng doiralik strategik hamrohlik munosabatini texmi muqim holatga keltirish uchun xizmat qilishni xohlaydiganligini aytgan. Bildirilishicha, Macronning Xitoyga qilgan 3 kunlik ziyoratining eng muhim kun tartibi Ukraina masalasi va Xitoyning urush to'xtatishni ishga oshirishda o'ynay oladigan rolini ta'kidlash ekan. Fransiya prezidenti yana savdo munosabatini qaytadan tangpunglashtirishga chaqirgan va Xi Jinpingdan 7 davlat guruhi bilan qonun nizomni asos qilgan iqtisodiy boshqarish uchun xizmat qilishini talab qilgan. Bu Macronning 2017-yili vazifaga o'ltirgandan buyon Xitoyni 4-qatim ziyorat qilishi hisoblandi ekan. Macron Ukrainada urush to'xtatishning ishga eshishi uchun Xi Jinpingga besim ishlatishga tirishmoqda ekan. Macron ziyoratida yana Fransiyadagi 30 necha cho'ng shirkatning mas'ullarini elib olgan bo'lib, ko'plagan kelishim, to'xtamlar imzolangan. Yevropa Ittifoqi Rossiyaning gazini import qilishni to'xtatishni qaror qildi. Yevropa Kengashi bilan Yevropa Parlamenti 2027-yilgacha Rossiya tabiiy gazi importini bosqichli holda oxirlashtirishni ko'zda tutilgan bir turlik vaqtliq kelishim hosil qildi. Yangi qoidalarga asosan 2027-yilning oxirigacha uzun muddatli to'xtamlar bekor qilinadiganligi, buningga ulabla turbi liniyasi cheklamalari yo'lga qo'yiladiganligi qaror qilindi. Kengash chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotida bu nizomnoma suyuqlantirilgan tabiiy gaz va turbi liniyasi orqali keladigan gaz importiga qarata bosqichliq va qonuniy jihatdan majburiy cheklash kuchiga ega. Tartibi bo'yicha 2026-yilning oxiri va 2027-yilning kuz faslidan boshlab to'liq cheklash ijro qilinadi degan iboralar o'rin oldi. Bayonot yana shuning bilan bir vaqtda kelishim komiteti nazoratchilikni kuchaytirdi. A'zo davlatlarning nizomnoma kuchga ega bo'lgandan boshlab bir oy ichida komitetni Rossiya gazi bilan ta'minlash to'xtamlari yoki davlat ichidagi qonuniy cheklamalar to'g'risida xabardor qilishini shart qiladi, deyildi. Bu nizomnoma barliq a'zo davlatlardan gaz ta'minlashni ko'p xillashtirish yo'llari va duch kelish ehtimoli bo'lgan qiyinchiliklar tafsiliy bayon qilingan davlatlik ko'p xillashtirish planlarini sunishni talab qiladi ekan. Buningdagi maqsad belgilangan muddat ichida barliq Rossiya gazi importini oxirlashtirish ekan. Komitetning import cheklamasini qachon bekor qila oladiganligiga munosabatli qoidalar kengaytirilgan bo'lib, cheklamani bekor qilish faqat mutlaq zarur bo'lgan ahvollarda, ya'ni bir a'zo davlat jiddiy holat e'lon qilgan ahvollarda qisqa vaqtliq va faqat qisqa muddatli ta'minlash to'xtamlari uchunla kuchga ega bo'ladigan tariqada belgilandi. Vaqtliq kelishim rasmiy qabul qilinishidan burun kengash va parlamentning tasdiqini kutmoqda ekan.
Hörmətli görmədlərimiz, şuna qılıb bugünkü xəbərlərimiz bu yerdə axırlaşdı. Ədik proqramımızı görüşkəcə aman boğayslar. Assalamu alaykum və rahmetullah.